Tayyor. Assalomu alaykum. Mening uchun bizni birodarimiz, do'stimiz Ma'rifjon. Alloh umringizni ziyoda qilsin do'stim. Bugun tavallud ayyomingiz ekan, xursand bo'ldim. Ilohim 100 yoshlardan o'tib farzandlarning rohatini ko'ring. Kelinoyim bilan qo'sha qaring, kelin bilan. Farzandlaringiz baxtli, iqbolli, saodatli bo'lsin. Ilohim shularning rohatini rohatda ko'ringlar. Men sizni chin yurakdan tavallud ayyomingizni bilan tabriklayman. Endi bitta qo'shig'im bor. Shu yangi qo'shiq. Shuni siz uchun aytib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Salom yüzü quyoshlilarim, salom yüzü quyoshlilarim, tongga yetgan bardoshlilarim, tongga yetgan bardoshlilarim, 30 yillik ham 100 yoshlarim, xayrli kun sizga yaxshilar. Xayrli kun sizga yaxshilar. Salom ko'ngli qordek oqlarim, gina qudrat kibri yo'qlarim. Salom ko'ngli qordek oqlarim, yine qudrat kibri yo'qlarim. Oxiratdan ko'ngli to'qlarim. Xayr sizga xayrli damlar, xayrli kun sizga yaxshilar. Tongga yetib shukr qilganlar, o'tgan kundan fikr qilganlar, ibodatdan huzur qilganlar. Xayrli kun sizga yaxshilar, xayrli kun sizga yaxshilar. Tilagim shu sizga ushbu chog', tilagim shu sizga ushbu chog', sizdan nari yursin g'am firoq, faqat haqqa bo'ling yaqinroq. Xayrli kun sizga yaxshilar, xayrli kun sizga yaxshilar. Faqat haqqa bo'ling yaqinroq. Xayrli kun sizga yaxshilar. Xudoga ko'p hamdlar aytaylik, ko'p tonglarga omon yetaylik. Xudoga ko'p hamdlar aytaylik, ko'p tonglarga omon yetaylik.
ketsak jannatlarga ketaylik. Xayrli kun sizga yaxshilar. Birga jannatlarga ketaylik, ketsak xayrli kun sizga yaxshilar. Xayrli kun sizga yaxshilar. Omon bo'ling doim yaxshilar. Umrlar uzoq bo'lsin Marjon akam.